ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي لا إله إلا هو العلي الكبير وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala insoniyatni o'ziga haqiqiy qulchilik qilib Allah subhanahu wa ta'ala tushirgan programmalar bilan o'zining hayotini baxtlik yashatqizishga, oxiratda Allah subhanahu wa ta'alaning rizoligiga erishishga va dunyodami oxiratdami Allah subhanahu wa ta'aladan güzel, chiroyli muomalaga erishishga Allah subhanahu wa ta'ala insonni yaratgan. İnsanlar ishidan mana shundaq o'zining yaratquchisi, o'zining parvardigori Allah subhanahu wa ta'alaga haqiqiy sap ixlosmandlik bilan Allah uni yaratgan shu aql va tafakkur quvvati bilan to'g'ri foydalanib, haqni suyib, haq tarafdori bo'lib, Allah subhanahu wa ta'alaga haqiqiy, güzel va to'g'ri muomala qila olgan har qanday bir musulmon Allah subhanahu wa ta'alaning dunyodami, oxiratdami rahmatiga erishadiganligini, agar Allah subhanahu wa ta'ala uningga bergan aql ve onun bağın paraset bilen haklı söygülü onumsa bulup mu Allah Teala düşürgen Allah'ın vahiy, Allah'ın risaletini doğru İslam dinini kabul kılgılı onumsa ve Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki peygamberlikini kabul kılıp Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki ahlakı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki yol ruqini qabul qilg'ili unamay, yaman axloq va kufri tuzkurliqqa o'zgarib olsa, u vaqtida Allah subhanahu va taoloninki g'azabiga yo'liqqanligini Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda alohida bayon qilgan. Shuning uchun Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda wa'lamu anna fikum rasulallohi لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم deb Sura Hujuratning 7-oyatidan 8-oyatigacha shunday degan. Bilinglar, haqiqatan sizlarning ishinglarda Allah Taala avatgan Allohning elchisi, Allohning payg'ambari bor. Agar Allohning elchisi sizlarga ishlardan nurg'un ishda sizlarning ra'yinglarcha ish qildigan bo'lsa, albatta dunyo oxirat jafo tatib qiladinglar. Lekin Allah subhanahu va taolo sizlarga iymonni, ya'ni Allah subhanahu va taolo avatgan haqqa ishonishni suydigan, yaxshi ko'radigan qildi. Sizlarning yuraklaringlarda haq iymonni yaxshi ko'radigan va iymonning talablarini o'rindashni yaxshi ko'radigan iymonni sizlarning qalbingizga haqni suyishni chaliq ko'rsatdi. Sizlarga Allohning elchisi, Allohning oldidan ilib kelgan islom dinidan iborat bo'lgan haqni o'chkiradigan kufrlikni va haqqa qarshi chiqishni va haqqa osiylik qilishni Allah subhanahu va taolo sizlarga o'ch ko'rsatdi. Ana shu Allah tushirgan haqqa qarshi chiqqan, tangan, osiylik qilganlar, ana shu Allah subhanahu va taolo ularning qalbiga iymonni suydigan qilib, kufrni o'chkiradigan qilib, Allah subhanahu va taologa haqiqiy güzel axloq bilan muomala qilishni, Allah subhanahu va taolo avatgan payg'ambarga
güzel ahlak bilan muomala qilishni, Alloh taolo tushirgan haqqa güzel ahlak bilan muomala qilishni, Allah subhanahu va taolo talab qilgan barliq mas'uliyatlarga güzel ahlak bilan muomala qilishni ularga yaxshi ko'rsatib, ularni Allohga qarshi turadigan, Allah tushirgan payg'ambarlikka qarshi turadigan, Allah tushirgan buyruq farmonlarga qarshi osilik qiladigan, Allah cheklagan ishlarni tap tatmay qiladigan mana shundoq yomonlikni, yomon axloqni ularga o'z ko'rsatgan ana shundoq solih, haq tarafdor, haqni suydigan, iymonni yaxshi ko'radigan va iymonning talablarini yaxshi ko'radigan mu'minlar haqiqiy to'g'ri ish qiladigan, haqiqiy to'g'ri axloq, to'g'ri bo'lgan muomala, to'g'ri bo'lgan yo'lga ega bo'lganlar. Mana shundoq to'g'ri yo'lga erishish Allah subhanahu va taolaning katta fazli. Mana shundoq to'g'ri yo'lga erishganlarga Allah subhanahu va taoladan oxiratda jannatdan iborat bo'lgan katta ne'mat va Allah subhanahu va taolo har bir insonning qilgan ishini bilib turguchi, hikmat bilan ish qilguchi. Ya'ni Allah subhanahu va taolo bu yuqorqi oyatlarda haq bilan nahaq o'ttirisidagi ikki kurashning davomli bo'ladiganligini, haqiqiy mu'minning o'zi haqni suydiganligini, haqni söyganligi uchun haq ovozini qabul qilganlikdan Allah subhanahu va taolo o rostchil mu'minning qalbiga haqni suyishni, haqning talablarini suyishni, haq qarshi kufri, osilik, xiyonatni o'chkirishni Allah subhanahu va taolo ularning qalbiga puturadiganligini, Allah subhanahu va taolo ularning qalbiga chiroyli ko'rsatganligini bayon qilish orqali bizni haqiqiy Allohga, uning payg'ambariga, haqqa, güzel axloqda bo'lishdan iborat bo'lgan haqni suyish xarakteriga ega bo'lishimizni Allah subhanahu va taolo alohida mana bu oyat orqali bizni undidi va bizni chaqirdi. Shuning uchun musulmon sifatlanadigan güzel axloqning eng birinchisi qaysi desa, haqni suyish. Yana ikkinchi qilib Allah subhanahu va taolo Qalam surasida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni astauzu billah bismillah va innaka la ala xuluqin azim. Haqiqatan sen ey Muhammad albatta büyük, naiti yaxshi, güzel adat ustigisan. Sen Allah subhanahu va taolo o'rgatgan haqni qo'llaydigan, haqni o'ttirib qo'ydigan, haqqa butkul ummat xalqni chaqirdigan, haq uchun fidokorlik qiladigan ana shundoq go'zal axloq senda bor deb Allah subhanahu va taolo Muhammad sallallohu alayhi vasallamni alohida maqtagan. Ham Aisha radhiyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning axloqini sifatlab, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning axloqi Qur'oni Karim, ya'ni Qur'oni Karimning har bir talablari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayotida amillashgan, deganlikni iborat bo'lgan asarni Aisha radhiyallohu anha bizga so'zlab bergan. Shuning uchun qarindoshlarimiz biz haqiqiy güzel axloqqa ega bo'lamiz da olsak, güzel axloqning eng muhimi haqni suyish, haq tarafdori bo'lish. Haq tarafdori bo'lish deganimiz adolatparvar bo'lish, ahdiga vafo qiladigan bo'lish, va'daga vafo qiladigan bo'lish, omonatga xiyonat qilmaydigan, omonatni o'z loyiqida ijro qiladigan bo'lishimiz kerak. Agar mana shundoq haqni suyish mu'min insonlarning hayotidan va insoniyat hayotidan tushirib o'tilsa, ular haqni suyish xarakteridan o'zgarib ketsa, undaq insonlarning jamiyatida, undaq insonlarning hayotida yuz beradigan yomonlik qaysi bo'ladi desa, aldamchilikni, xiyonatchilikni, yolg'onchilikni, zulmni, yurak qattiqlikni, haq da'vatini qabul qilmaslikni suydigan ana shundaq yomon illatlik, yomon axloqlik insonlar
cemiyetler meydana kirdi. Xuddi yuqorqi oyatda Allah subhanahu va taala kafirlik, fasiqlik, osiylikdan iborat bo'lgan yomon qiliqlarni Allah subhanahu va taala mu'minlarga o'chkiradigan ish qatorida so'kkandek, mana shunda kafirlik, fasiqlik, osiylik, haqni yaxshi ko'rmaslik o jamiyatninki sifati, o jamiyatninki rezil qilmishi bo'ladi. Xuddi Xitoy kommunistlarininki va ularga agashgan barliq zo'ravonlarning har birisining qiladigan doim yomonligi kafirlik, haq qarshi turish, Uyg'ur musulmonlarininki haqqini, Uyg'ur musulmonlarining huquqini oyoq osti qilish, ularning huquqiga qarshi turish, huquqini yutib olish, ularga zulm qilish va bulubmu Allah sürgen haq bo'lgan islom dinini yo'qotishga, doim musulmonlarni kafir qilishga, osiylik qilishga, fosiqlik qilishga undash va shuning uchun kuchini, iqtisodini, barliq zo'ravonligini va barliq qudratliligini va barliq zulm, osiylik jinoyatlarini shu nahaqni maydonga keltirish uchun qilgandek. Bu nahaqni maydonga keltirish, ko'ngil xohishiga birilish, shahvatlarga birilish uchun tirishchanlik qildigan mana shundaq zolimlarning sifatini Allah subhanahu va taala yana bir oyatda olib, astagfirullah, va amma samudu fahadaynahum fastahabbul ama alal huda fa'akhazatuhum sa'iqatul adabil hun bima kanu yaksibun va najjaynal ladina amanu va kanu yattaqun dedi. Sura Fussilatninki 17-18-oyatida. Amma Samud qavmi biz ularni payg'ambar avatib hidoyatga boshladik. Ular haqni ko'gili unmaslikni, haqqa bo'ysunug'ili unmaslikni, nahaqqa moyil bo'lib, haqqa qalbi kur bo'lishni, hidoyat ustidan nahaqni o'ziga asosliq suygi, muhabbat qilib tutishni ular yaxshi ko'rdi. Ondan ularni Allah subhanahu va taolo tarafidan xorlig'ichi ovoz bilan ularni azoblaydigan qattiq azob ularga keldi. Ya'ni nihoyat qattiq ovoz bilan Allah subhanahu va taolo xorlig'ichi azob bilan ularni halok qildi. Ular kasb qilgan jinoyat tufaylinki nahaqni qilishni, nahaqning tarqalishni, nahaqninki maydonga kelishni yaxshi ko'rdik uchun biz iymon aytgan mu'minlarni va o'zining hayotida nahaqqa yordamlashishdan, nahaqni qilishdan saqlangan mu'minlarni qutqazdik dedi. Demak, Allah subhanahu va taolo mana shundaq o'zining axloqida egisi Allah taologa, payg'ambari Allah'ның elçileriga, Allah şürgen mucize, Allah şürgen peygamberlik kitaplarga, Allah şürgen vazifelerge, yaman ahlakta bulunduğun insaniyetke zulüm, günah, masiyet, küfre, asilik, fasıklıkның ki tarqılışını ve doğum içini yaxşı gördüğün mana şundaq zalimlerini Allah subhanahu wa taala ahirette azaplaştığını sırıt, bu dünyada mı Allah subhanahu wa taala ularını Muşu Samud qavmini azoblagandek tuymagan yerdan azoblaydiganligini, Allohga haqiqiy sodiq bo'lgan, haq tarafdori bo'lgan mu'minlarni ular insonlarning ko'zida ojiz bo'lsa-mu Allah subhanahu va taolo bularni qutqizdiganligini mana shu oyat orqali alohida bizga uqtirdi. Shuning uchun haq suyish, haq tarafdori bo'lish ularning xuyiga singan har qanday ixlosmand mu'minlar dunyoning har qaysi joylarida cho'qim g'alabaga erishadi. Masalan, Falastin musulmonlari o'xshash inshaalloh va shundaqla Sharq Turkiston Uyg'ur musulmonlari mo cho'qim Xitoy kommunistlarining ustidan Allohga, uning payg'ambariga va islom diniga va musulmonlarga nisbatan haqiqiy saf go'zal axloqini, samimiyatini yo'qotmaydi ekan, cho'qim haq uchun o'zini big'ishaydigan, haqni suyadigan ruhini davomli joriy qildir ekan, Allah subhanahu va taolo mana shundaq go'zal axloqiga Allah ularga yordam berib, ularni zolim Xitoy kofirlardan
qutqizdi. Zalim Xitoy kommunist kafirlar ularning tajovuzchi hukmronligini Alloh subhanahu va taolo o'z qudrati aziz jabborlik bilan ularni yo'qtidi. Shuning uchun mu'min nada bo'ldi ekan? Haq tarafdori bo'lishimiz kerak. Haq tarafdori bo'lgan mu'minlar, haqni suydigan mu'minlar doim Alloh subhanahu va taolo ularga buyurgan har qanday iymon va uning talablarini nada bo'lsa ijro qilishni yaxshi ko'radigan bo'ladi. Zaminning, yer sharining qayerda bo'lsa haqni yaxshi ko'radigan bo'ladi. Shuning uchun doim har qanday bir musulmon yomon axloq bo'lgan, haqni o'z ko'rib qiladigan, mana shunday razil qilmishdan o'zini saqlash kerak. Chunki nahaqni yaxshi ko'rish, nahaqning keyniga ergishish insonda bir andala paydo bo'lib qolmaydi. Ba'zi kofirlar bor. Doim o'zi kufrlikda turgani bilanmi bir qisman haqni yaxshi ko'radigan, ma'lum jihatda qisman haqni yaxshi ko'radi. Qisman haqni yaxshi ko'rganlik tufaylidan mush haq ovoziga quloq solib haqqa kirishi mumkin. Yoki o'zini aldab shu qisman haqning ovozini yaxshi ko'radigan, haqni yaxshi ko'radigan taraflarini o'zida asli sog'lom xarakter bo'lgan qisman qolib qolgan mushaqni yaxshi ko'rish tarafini rivojlantirmaganlik tufaylidan halok bo'lishi mumkin. Ba'zi mu'min insonlar bor. Ba'zi jamiyatda musulmonlar bor, iymoni ojiz, haqni suyishi, haqni yaxshi ko'rishi, haq uchun fidokorlik qilishi asli doim kuchlantirishga, doim muhabbatini taat ibodat, yaxshi amal, haq ovozi, haq tarafdori, haq harakatlari, haq xizmatlari tarafida o'ziningki haqqa tutgan go'zal axloqini yaxshi turib, haq maydonida turishga tirishchanlik qilish bilan ondan haq tarafi kuchlanadi, nahaq tarafi yo'qoladi. Agar haqqa davomli mustahkam turg'ilmasa, mana shunday ojiz musulmonlarning haqqi bo'lgan ovozining, haqqi bo'lgan qo'llashining tuvanligidan ba'zi yer sharida nahaqninki maydonga kelishiga, nahaqninki yomonliklarninki tarqilishiga mana shunday ojiz musulmonlar sabab bo'ladigan yoki ojiz musulmonlar nahaqninki yer sharida yuz berishini yaxshi ko'radigan bo'lib qoladi. Allah subhanahu va taolo Nur surasida mundaq degan: Astagfirullah, innallazina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sura Nurning 19-oyati. Haqiqatan fohishining tarilishini yaxshi ko'radigan kishilar, iymon aytgan mu'minlar ishida fohisha, ya'ni shirk, kufri, gunoh ma'siyat yoki har turlik osiylik jinoyatlarninki tarqilishini yaxshi ko'radigan kishilar, ular uchun dunyo va oxiratda dardlik azob bor. Alloh subhanahu va taolo har qandaq bir insonning qilayotgan, niyat qilgan va qilgan ishlarini biladi. Sizlar insonlar bilmaysizlar dedi. Ya'ni insonlar ishidan, musulmonlarning ojizlari ishidanmi mana shundaq mu'minlar ishida fohishining, yomonlikning tarqilishini yaxshi ko'radigan ana shundaq iymoni ojiz, yomon axloqliq insonlarmi bor. Agar bu insonlar diqqat qilmasa, Allohning dunyo va oxiratlik azobiga duchor bo'ladi deb Alloh alohida ogohlantirdi. Shunga Sharq Turkiston zaminlarida chet ellardagi musulmonlar dunyosida asosliq hozirgi musulmonlarning g'albiga erishmasligining eng muhim omili nima desa, mana yomonlikninki, gunoh ma'siyatninki, Allohga osiy bo'lishninki tarqilishini mu'minlar ishidan ba'zi ojiz, iymoni ojiz kishilar, ba'zi sog'lom iymonga sodiq bo'lmagan, sog'lom iymonda bo'lmagan ba'zi insonlarninki yaxshi ko'rishi, qo'llab berish tufaylidan mana shunday musulmonlar ishida
balaya afat, dünyada Xitay komünistlerinin kolda qalışımız, chet ellarda her türlük zalim kafirlarning qo'lda qilishi mana shundaq nurg'unlagan dardlik xafliqlar bizim musulmonlarning hayotiga kelib oldi. Demak, shuning uchun har qanday bir musulmon avvalan o'zimizning qalbini, iddisini, tushundishini, fikrini o'ngishimiz kerakki, avvalan chin qalbimizdan haqni suydigan bo'lishimiz kerak biz. Chin qalbimizdan haqni qo'llaydigan bo'lishimiz kerak. Chin qalbimizdan haq maydonida turishni yaxshi ko'radigan bo'lishimiz kerak. Mana bu bizning eng go'zal axloqimiz. En güzel ahlakının birincisi lan yanıla hakkını suyuş için çın turduğun buluş. Hakkını körüdüğün da ya qarab kallımı uçup gidiyorgan. Ama körünüşte naat yavaş yumuşaktak özümüzünü bekçayla köştüğün bu kessek bu hakiki Müslümanlığın ahlakı olmaydı. Bu İslam'da sökelgen Allahümme inni a'uzubike minel cübni vel bukhli vel kesli diyenlikten ibaret Allah subhanahu wa ta'ala panahı sorgan korkuncaklık, bıkıllık, horliqdan ibaret bizninki nahaq qarşı canlıq, aktif, cüretçan özümüzning bar iqtidarını qurban berdigan bulanmağanlığımızdan ibaret bo'lgan bizninki nachar ekanligimizga, bizning nachar axloq ekanligimizga pokitib qoladi. Shuning uchun Allah subhanahu wa taala Qur'oni Karimda mundaq deydi. Estaizu billah, bismillah. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ Sure Mü'minun 71. ayet. Eğer hak ulanın köngül xahişliğe ergeşken bolsaydı, elbette asmanlar ve zemin buzulgan boladı. Ve zemindik kişiler mi buzulgan boladı. Belki biz ularının eslidiğen haqni biz ularga tushirdik. Ular biz eslatgan haq bo'lgan Qur'oni Karimning vahiy ilohiyning yo'l uruqidan vahiy ilohiga ishonishdan yuz o'rgishlardir deb Allah subhanahu wa taala mana shu oyatda Allah subhanahu wa taala insonlarni ko'ngil xohishiga ergashmay, mu'minlarni ko'ngil xohishiga ergashmay, balki haqni suyish, haq tarafdori bo'lishga alohida Allah subhanahu wa taala qiziqtirdi. Yana Allah subhanahu wa taala mundaq deydi. A'udhu billah, bismillah. Yuriduna liyutbi'u nurallahi bi afwahihim vallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ular Allah subhanahu wa taalaning nurini o'chirishni maqsad qiladi. O'zlarining ig'izlarida, ya'ni nahaq buhtallarni to'qib, har xil yolg'on to'qilmalarni paydo qilish orqali haq qarshi turishni maqsad qilib haqni o'chirimiz deydi. Allah subhanahu wa taala o'z nurini to'liqlaydi. Xuddi Allohning yo'riq nuri bo'lgan kun dunyoga yo'rg'an vaqtida har qandaq insonlar chiqirib baqqan yolg'on chiroqlarning yoki har qandaq insonlar bizgan chiroqlarning hammasi o'z ruhini yo'qotgandan bakroq Allah subhanahu wa taolaning dini, islom dini, haq nuri dunyoga yo'rg'an mana shundaq haq nuri her tarafga chechilgan, haq nurini her tarafga chechilgan amaliyat davomli shakllansalam Allohning nuri dunyoning hamma joylariga to'liq bo'ladi. Agar kafirlar haq nurining tarqalishini yomon ko'rsa, Allah subhanahu wa taala o'z elchisi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni hidoyat bilan avatdi va haq din bilan avatdi. Bu haq dinni butkul yolg'on botil din ustidan g'olib qilish uchun agar mushriklar yomon ko'rsa, Sure Sad 8-9 ayet. Demek Allah subhanahu wa ta'ala'nın nuru ilim ma'rifat, Allah subhanahu wa ta'ala'nın nuru haq, adalet, Allah subhanahu wa ta'ala'nın nuru nahaq küfrga qarshi turish, uni yo'qotish. Shuning uchun har bir mu'min Allah subhanahu wa ta'ala'nın nuriga isisa, uning qalbi, uning hayoti dunyo va oxirat baxtlik İslam nuru bilan yoriydi. Her bir aile, cemiyet, dünya Allah sürgen İslam nuru bilan özünün hayatını bilse daim Allah sürgen hak nurunu, yaxşı kürüs söygüsünü özünün hayatıda eminleştirse her kandak hak nurunu özünün hayatıda eminleştirgen aile, cemiyet, devlet, şahslar dünyada ve ahirette Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki qo'llashiga, yordamiga va
va shundaqla dunyo va oxirat o'zininki Allohni rozi qilish maqsadiga erishalaydi. Har birisimizni Alloh subhanahu va taolo haq suyar, haqni yaxshi ko'radigan, haqiqiy taqvodor musulmonlardan bo'lg'imiz qilsin. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda liyuhiqqal haqqa va yubtilal batila walau karihal mujrimun sura Anfalning 8-oyatida Alloh subhanahu va taolo mushu payg'ambar alayhisalomni payg'ambar qilish, islom dinini dunyoga tarqitish va musulmonlar o'ttirisida haq bilan botil o'ttirisidagi bo'lgan jihatni, da'vatni qilishdagi asosiy maqsad shundaqla haqni haq ustidan g'olib qilishdagi asosiy maqsad haqni amaliy maydonda rostligini oshkor qilish uchun, nahaqninki nahaq ekanligini amaliy maydonda oshkor qilish uchun gunohkor kofirlar haqning g'alaba qilib, haqning oshkor bo'lishini yomon ko'rsimo deb Alloh subhanahu va taolo Anfal surasida shunday degan. Agar haqni yaxshi ko'radigan, haqni suyadigan mushundaq nasihatlarga quloq solg'ili o'nimaydigan bo'lib qolsa, bundaq insonlardan kelib chiqadigan razil axloq nihoyat yomon bo'lib, bu to'g'riliq Alloh subhanahu va taolo mundaq degan. Va qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata robbi va nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Sura Arab'ninki 79-oyatida dedi: "Ey qavmim, haqiqatan men sizlarni Parvardigorimning elchiligiga, men sizlarga Parvardigorimning elchiligini yetkizdim. Sizlarga nasihat qildim, lekin sizlar nasihat qilguvchilarning nasihatini yaxshi ko'rmaysizlar" deb mushada nasihat qilguvchining nasihatini yaxshi ko'rmaysizlar, so'ymaysizlar deb Alloh subhanahu va taolo payg'ambar tili orqali bizga shuni yetkazdi-ki, yomon axloqqa, nahaqni suydigan, nahaqni va nahaq talab qiladigan barliq yomon axloqlarni razil, gunoh ma'siyat, yolg'onchilik, parxo'rlik, fohisha, xiyonat, adovatxo'rlik, hasadxo'rlik, fitna, mana bu shundaq yomonliklardan iborat zulm va har qanday bir nahaqchilikni yaxshi ko'radigan mana bu shundaq qalb, mana bu shundaq iddiyodikilar bu razil axloqning yomonligi shundaq iddiyani razil axloq egalarida paydo qildiki, bular ulardagi yomon kasal razil axloq kasalini saqaytish uchun ularga chiroyli gap qilsimi, hatto Alloh avatgan payg'ambar ularga nasihat qilsimi, ular nasihatni anglamaydigan, nasihatni so'ymaydigan, o'ziga foydali bo'lgan yaxshi do'rini qabul qilmaydigan bo'lib qoldi. Bo'lib qoladiganligini ham mush oyat bizga alohida ogohlantirdi. Shuning uchun har qanday bir musulmon qarindoshlarimiz mana bu shundaq eng yomon bo'lgan kasal haqni so'ymaydigan, haq ovoziga, haqninki chaqiriqqa ovoz qo'shmaydigan ana shundaq razil axloq, ana shundaq yomon axloq bizga xuy bo'lishdan burun haq bizni chaqirsalar, uningga darhol ovoz qo'shadigan, haq chaqirgan yada biz darhol bo'lalaydigan, Allohu akbar deb Alloh taolo tarafidan bir azanga ovoz chiqarsa, namozda bizni topalaydigan, Alloh subhanahu va taolo bizni bir yaxshilikqa, saxovat qilishga chaqirgan ya bo'lsa, yetim misr har qanday bir yaxshilik yo'lga chiqim qiladigan yo'lda biz darhol o'zimizni topalaydigan, har qanday bir yetim va har qanday bir ojizlarni yo'qlaydigan yerda darhol biz bo'lalaydigan, har qanday bir zulmga qarshi namoyish, harakat, Qur'onga uyg'un bo'lgan to'g'ri jihat va to'g'ri haq amallar bayada darhol biz u ya'ni biz chaqirgan yerda, bizni chaqirgan yerni biz darhol topalaydigan, u maydonda biz bo'lalaydigan va har qanday haq qarshi bir maydon, bir yaxshi bo'lgan ovoz bizni chaqirsa va masalan islom da'vatlari qilingan, to'g'ri ilm hikmatlari o'rgatilgan va musulmonlarning dunyo va oxirat baxtiga erishish uchun bizga to'g'ri fikr beradigan har qanday yig'ilish, har qanday bir yaxshilik maydoniga keltiradigan jamiyat va yaxshilik maydoniga keltiradigan har qanday bir nasihat qilingan o'rinlar bo'lsa,
u o'rinda biz buradigan bo'la olsak, ana shu vaqtda biz haqiqiy haqni suygan bo'lamiz. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo haqni suygishlardan qilsin. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.